OBS Studio'da menda asosiy monitorni translyatsiyasi ishlamayotgandi. Qop-qora ekran chiqyotgandi. Ya'ni men bitta основной monitorni tanlagan bo'lsam ham ishlamayotgandi. Shu paytda men qanaqa qilib to'g'riladim? Demak, pustga kirdim, parametr PK ga bosdim. Keyin displeyga o'tdim. Displey pastida настройка grafika bor edi. Shunga bosdim. Keyin mana bu yerda qo'shimcha sozlamalarga o'tdim. Obzorni bosib, OBS Studioni qayerda turganini ko'rsatib, mana bu turgan joyini obzor qilib joyladim. Keyin buni men parametr bo'limiga kirib, GPU Intel mana bunga qo'yib qo'ydim. O'shanda ikkinchi monitor ishlashga boshladi. Buni sababi shu tashqi ikkita monitor bo'lganda, menda ikkita monitor, bittasi video kartaga ulangan, bittasi o'zini kompyuteri slotiga ulangan. O'sha hisobiga ikkinchi asosiy monitor ko'rsatmayapti, lekin hozir bu sozlamalarni to'g'rilagandan keyin OBS da umumiy asosiy monitorni ko'rsatishga boshladi.